butun amallari to'xtadi. Lekin uch yo'sinda uning amallari to'xtamaydi. Birinchisi sadaqatun jariya. Oqib turadigan sadaqa qoldirgan bo'lsa. Qanday? U vafot etgandan keyin ham unga savobi yetib boradigan amal. Masalan, Alloh taoloning fazli ila masjid 18-asrda qurilgan. 17-asrning oxiri, 18-asrning boshlarida qurilgan. Demak, buni qurgan ustalar, bunga guvoh bo'lgan xalq ham vafot etdi hatto. Lekin biz bugun namoz o'qiyapmiz bugun mana. Namozimizning savoblari buni qurgan ustaga, egasiga, ihson berganga, ovqat berganga, xizmat qilganga, duo qilganga ketyapti. Demak, mana bu oqib turadigan sadaqa. Alloh taolaning fazli ila masalan bir masjidga gilam olib berdik. Bu gilam qancha xizmat qiladi?